Endi uyingizda turgan bekorchi axlatdan oyiga 30-40 million so'm sof foyda ko'rsangiz bo'lar ekan. Buning uchun axlat kerak, lapatkamiz tiqamiz, paqirga solamiz, solganimizdan keyin qolipimizga bitta tashlaymiz. Tashalgandan keyin do'stlar qolipimizni bitta itaramiz va presslashga o'tamiz. Akamizga o'sha deb kuchani bitta bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bunday g'ishimiz chiqadi. Bu g'ish o'zi asli qanaqa bo'ladi? Salang do'stlar, mana bunday holatda gazoblok bo'ladi, tayyor 20, 30, 60 bo'ladi. Tan narxi do'stlar sizlarga 10 ming so'mga tayyor bo'lsa, 18 mingdan sotib, donasidan 8 ming so'm bir kunda 180 tada 360 tagacha kunduzaligiga qarab turib chiqarsalar ham bo'lar ekan. Oyiga 30-40 million so'm sof foyda ko'rishni xohlasalar, ushbu оборудованиемizda komplektning ichida 15 ta qolipi, suvni stadioni liniyasidan tashqari avtomat reskalarigacha cho'tki qilib bergan, kesib cho'tki holatda qilib beradi. Ushbu komplektimizni barchasi narxi ustanovkasi bilan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan 6,5 ming dollar bo'ladi. Eng arzoni do'stlar 1,5 ming dollarga ushbu biznesni o'rganmoqchi bo'lsalar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.